Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Sayyora Sadaf kompaniyasi orqali ishga joylanganmiz mana shu dachaga. Ikkinchi oy уже ishlashimiz. Mana bizning xonamiz. Sharoitlari yaxshi. Hamma narsasi joyida, sharoitlari yaxshi. Sayyora Sadaf kompaniyasi orqali ishga joylanganimizdan xursandmiz. Ba'zi birovlar aytdiki, hijobga o'rangan moshennik degan gaplar bo'libdi. O'shanga mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Unaqa emas, aslida hozir bizning masalan gruppamiz bor o'zimizda, dachada ishlaydiganlarni. Bir 300 tacha dachada odam ishlasa kerak. Hammamiz bir-birimizni taniymiz mana. Tushunmaganlarimiz bir-birimizdan o'rganib, dacha ishi bo'yicha. Xudo xolasa mana shu yerlarda ishlab yuribmiz. Xazayinlari ham zo'r. Ortiqcha tergamadi ham, ish ham yurmadi ham. Tozalab yursan bo'ldi deydi. Ayolim ichkarida hozir. Xudoga shukr ishlab yuribmiz. Sayyor opaga katta rahmat. Bor bo'lsinlar doim. Musofirlarni qo'llab-quvvatlab yuraversinlar. Mana ikkita parniki ham bor. Xudoga shukr. Bodring pomidor o'zimizdan chiqadi mana. Огородlarga ham oshko'klarni, ukroplarni sepib qo'ygan. Oshqovoqlar, hamma narsa pishyapti. O'zimiz uyimizga qarab yuraveramiz. Shu dehqonchiliklar hammasi o'zimizga, xudoga shukr. Kam bo'lganimiz yo'q. Endi Jahongir moshennikka aldanib qolmaydi. Biz ham o'sha Jahongirga aldanganmiz bir paytlar. O'sha 2 oy oldin Jahongirga 30 ming pul berib qo'yganmiz. Jahongirni naqasini saytini biz Sayyor opaniki deb o'ylaganmiz. Sayyor opaniki emas u. Jahongir o'zini administratoriman deb tanishtirgan o'shanda. 30 ming pul tashlab berganmiz. Sayyor opaga aytsa, juda ham jahllari chiqqan. Keyin Sayyor opani oldilariga borib, ofislariga ko'rishib, gaplashib 2 kun kutdi. Mana shu dachaga joylab qo'ydilar. Ishlab yuribmiz, xudoga shukr. Namangandan bo'lamiz. Biz ilgari ham video chiqarganmiz. Eri xotinlar. Endi hozir ayolim ichkarida ishlab turgani uchun hozir imkon yo'q unga. Kechki payt chiqadi inshaalloh. Sharoitimiz yaxshi, mana ishlashimiz yaxshi. Kim dachada ishlamoqchi bo'lsa, Sayyor opani ofisiga murojaat qilsin, telefon nomerida gaplashsin. Anaqa ko'rishib gaplashsa, undan keyin ishonch komil bo'lib, keyin pul to'lash kerak. Mana ertalab nonga chiqib kelgan mashinamiz. Ularning xazayinlarining o'zlarining mashinasi bor, bizga addenni bergan. Mana shu uyda yashaymiz. Oyligi ham xudoga shukr yaxshi. Sayyor opa moshennik deb o'ylaganlar uchun video chiqaribman. Mana xudoga shukr ishlab yuribmiz dachada. Mana ilgari ham video chiqarganman. Ko'rganlar bo'lsa biladi. Xudoga shukr mana ishlab yuribmiz. Sayyor opa moshennik deganlarga gapim hech ham unaqa emas. Hozir ko'rib turib hijobga o'rangan moshennik degan gaplardan ta'sirlanib ketdim. Hech ham unaqa emas. Bizga mana yordam berib ishga joylab qo'ydilar, xudoga shukr. Hozir bunaqa bizga o'xshagan odamlar 300 tacha dachada ishlaydigan odamlar bor. Hammasi o'sha oilaviy kelib ishlatganlar.
Hammamiz bir-birimizni taniymiz, Xudoga shukr. Bir-birimiz bilan gaplashib turamiz. Kim ishlamoqchi bo'lsa, dachada yoki boshqa ish o'rinlarida Sayyor opani ofislariga murojaat qilsin. Hech qanaqa boshqa mashinlarga murojaat qilmasin. Aldanib qolmaydi. Biz ham aldanganmiz mana. 30 ming pul ham chakana pul emas. Hozirgi kunda $500 pul bo'lib turibdi hozir. $450, $500 bo'lib turibdi hozir.